Клод Лучи. Bu yilgi top 7talikka kirgan sehrgar u. Yosh bo'lishiga qaramay, son-sanoqsiz aqlni o'zlashtirgan ekan. Olovda turib, isib ketmadimikin, ha? Uni aniq yiqitaman. Endi imtihonni birinchi bosqichini boshlaymiz. Joylarni egallanglar. Nima? Da. Seni birinchi marta ko'rishim. Bekorga professor emas ekan. Shunchaki tayyorxonaga olib kirishga iloji yo'qmidi? O'ldiraman. Nima bo'lganda-ya? Faqatgina 3% talabalar o'qishga qabul qilinadi. Unga o'xshagan ish yo'qmaslar aniq yiqiladi. Atigi 30 daqiqalar bor. Balkim to'xtarsizlar, ha? Yaxshilikchi, o'zingizlar to'xtanglar. Nima?